Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. İstiğfar aytib turishning foydalari. Shaksizki Qur'on sizlarga o'zinglardagi kasalinglarni, do'ranglarni ko'rsatib berdi. Kasalinglar bo'lsa, gunohlaringlardir. Do'ranglar bo'lsa, istig'for aytishdir. Agar ishingda bir buruqturumlikni his qilsang, g'am qayg'ular qalbingni chulg'ib olgan, dunyo sana tar kelib, hech bir chiqish yo'li topolmagan bo'lsang, bilginki, haqiqatan sen Estağfirullah yoki Estağfirullahal azim deb ko'p istig'for aytish, mag'firat tilashga muhtojsan. Istig'for aytish yaxshilarning uzuqi, taqvodorlarning shuari va solihlarning panohgohidir. Uning bilan qalblar suyunadi, ko'ngillar ichiladi, g'am qayg'ular yo'qaydi, balo musibatlarning yo'li taqiladi, barakat va mo'llik yog'di, hamda qiyinchiliklar hal bo'ladi. Oxiratda bo'lsa, xatoliklar o'chirilib, tarozilar egilishidi ve mertebeleri ösüdü. Darvaqa, istig'for aytishning dunyo va oxiratlik foydalari nihoyat ko'pdir. Istig'for aytishni qo'ldan bermagan kishi cho'qim foyda oladi. Shuning uchun kelgan ey qarindishim, bu ulug' amalning ba'zi foyda va natijalarini o'rtoqlashaylik. Birinchi, istig'for aytish qalbni tozalaydi va poklaydi. Istig'for aytish qalbni turli gunoh ma'siyatlarning zulmatlaridan poklaydi. Abu Hurayra radhiyallohu anhu rivoyat qiladi-ki, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem mundaq degan: Shak shubhisizki, banda bir xatolik o'tkazsa, uning qalbida bir qora chekit paydo bo'ladi. Agar u banda gunohdan qo'l uzsa, mag'firat tilasa va tavba qilsa, qalbi farqiraydi. Agar yana qayta gunoh qilsa, u qora chekitmi ko'payadi. Hatto uning qalbini chulg'ib oladi. Bu bo'lsa Alloh taolo hargiz undaq emas, balki ularning gunohlari tufaylidan dillari qariyib ketgan. Sur Mutaffifin 14. ayet deb zikr qilgan qariyib ketishdir. Ey qarindishim, o'ylangin. Biz Alloh taologa osiylik qilish bilan qalblarimizni qanday qaraytyapmiz? Ondan uni bu qarliqdan pahlamayapmiz. Hatto buning natijasida toat ibodatlardan lazzat ololmaydigan bo'lib ketganmiz, ha? Halbuki biz qalblarimizni gunohlarning kirlaridan paklashga bek muhtojmiz. Istig'for aytishdanmi bakrak qalbni pokizlaydigan bir narsa yo'qdir. Mubodo gunohlar qalbga dövünüp ketib, istig'for aytish orqali qalbni paklamasak, uni zulmat qoplaydi va shu peti muhrlanib ketadi. Sen tozalanmagan bir uyda yashaydigan insonni ko'rib baqdingmi? G'usl qilmaydigan va kiyimlarini pokizlamaydigan biror insonni ko'rib baqdingmi? Ikkinchi, Alloh taolo istig'for etgan kishilarni mag'firat qildiganligiga va'da qilgan. Alloh taolo mundaq degan: Tavba qilgan, iymon etgan, yaxshi amallarni qilgan, ondan to'g'ri yo'lda mangan odamni men albatta nihoyatda mag'firat qiluvchiman. Taha surasi 82. oyat. Abu Zar radhiyallohu anhu rivoyat qildi-ki, Rasululloh sallallohu alayhi va sallam Alloh taoladan rivoyat qilgan hadis qudsiyda Alloh subhanahu va taolo: "Ey bandalarim, men o'zimga zulm qilishni harom qildim. Sizlarga o'zaro zulm qilishni harom qildim. Shuning uchun zulm qilishmanglar. Ey bandalarim, men hidoyat qilgan kishidan boshqa hammanglar ozg'uchisizlar. Mendan hidoyat tilanglar. Sizlarni hidoyat qilaman. Ey bandalarim, men ozuqlantirgan kishidan boshqa hammanglar och qolasizlar. Mendan ozuq tilanglar, sizlarga taom beraman. Ey bandalarim, men kiyim bergan kishidan boshqanglar yalang'ochsizlar. Mendan kiyim tilanglar, men sizlarga kiyim beraman. Ey bandalarim, sizlar kech-kunduz xatolisizlar. Men hamma gunohinglarni mag'firat qilaman. Mendan mag'firat tilanglar, sizlarni mag'firat qilaman degan. Ey qarindishim, o'ylangin. Shaksizki Alloh taolo bu oyatda o'zining bek afu qilg'uchi va nihoyat mag'firat qiluvchi zot ekanligini bildirish uchun so'zini qattiq ta'kidlash usulida aytdi. Demak, tavhid ustidagi bir musulmon Alloh taologa hech narsani shirk keltirmagan holatda o'lib ketsa, Alloh taolo uning hamma gunohlarini, u gunohlar har qancha cho'ng bo'lsa-mu, mag'firat qiladi. Kimki Alloh taologa shirk keltirgan va Alloh taolodan g'ayriga ibodat qilgan bo'lsa, ondan Alloh taologa tavba qilsa va Alloh taoloning tarafiga qaytsa, Alloh taolo uni mag'firat qiladi. Uchinchi, kimki doim istig'for aytib tursa, qiyomat kuni u kishini nomi amali xushal qiladi. Davomli istig'for aytgan, shuning bilan qiyomat kuni xatoliklari kechirim qilingan va yaxshi amallari nihoyat ko'p haslangan holatda kelgan kishiga xush muborak bo'lsin.
Abdullah ibn Busir radhiyallohu anhu rivoyat qiladi-ki, payg'ambar sallallohu alayhi vasallam nomi amalida ko'p istig'forni ko'rgan kishi uchun xush muborak bo'lsin degan. 4. Istig'for aytish do'zax azobidan qutulishning sababidir. Abdullah ibn Umar radhiyallohu anhuma rivoyat qiladi-ki, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam mundaq degan: "Ey ayollar jamoasi, sadaqa qilinglar va ko'p istig'for aytinglar. Shaksizki, men do'zax ahlining ko'pinchisining sizlar ekanliklaringizni ko'rdim." 5. Istig'for aytish bilan dunyo va oxiratda Alloh taolaning rahmatiga noil bo'lg'ili bo'ladi. Alloh taolo Solih alayhissalomning qavmiga aytgan so'zini naql qilib mundaq degan: "Solih aytdi: Ey qavmim, sizlar nemishqa rahmatdan burun azobning kelishini tilaysizlar? Sizlar rahmatga erishishinglar uchun nemishqa Allohdan mag'firat tilamaysizlar?" Naml surasi 46-oyat. Demak, ko'p tavba istig'for aytish ilohiy rahmat va marhamatlarning tushishi, shundaqla dunyo va oxiratda muvaffaqiyat qozonishning sabablaridandir. 6. Istig'for aytish jannatga kirishning sababidir. Alloh taolo mundaq degan: "Taqvodorlar yomon bir gunoh qilib qolsa yoki o'zlariga zulm qilsa, Allohni yod etadi. Gunohlari uchun mag'firat tilaydi. Gunohni kechiradigan Allohdan boshqa kim bor? Ular qilmishlarini bilib turib davomlashtirmaydi. Ularning, ya'ni yuqorqi xislatlarga ega kishilarning mukofoti Parvardigori tarafidan bo'lgan mag'firat va ostidan o'stanglar eqib turadigan jannatlardir. Bu yerlarda ular mangu qoladi. Yaxshi ish qiluvchilarning erishadigan savobi nima degan yaxshi?" Al-Imron surasi 135-136 oyatlar. Demak, solihlar xatolashadi, lekin tavba istig'for aytishga oldiraydi. Shuning bilan Alloh taolo ularni ko'p istig'for etganligi uchun esil jannatlar bilan mukofotlaydi. 7. Istig'for aytish oxiratda ustun darajalarga erishishning sababidir. Abu Hurayra radhiyallohu anhu rivoyat qilib mundaq dedi: Rasululloh sallallohu alayhi vasallam mundaq degan: "Shaksizki, Alloh azza va jalla jannatda solih bandaning martabasini ustun qiladi. Shunda u banda: Ey Rabbim, men qandoq bo'lib bu martabalarga erishdim?" deydi. Alloh taolo: "Farzandingning sen uchun istig'for etganligi yusidan erishding" deydi. Ey qarindishim, o'ylangin. Mu'min banda vafot bo'lib ketgandan keyin istig'for uning martabasini qandoq ustun qiladi? Shuning uchun ota-onaning qaysi biri vafot bo'lib ketgan bo'lsa, uning uchun ko'p istig'for etqin. Chunki bu uningga qabrda manfaat qiladigan eng ulug' amallardandir. 8. Istig'for etish bilan kengri rizq, yomg'ir yeshin va bayoshatlikqa erishildi. Bu haqda Alloh taolo: "Sizlar Parvardigoringlardan mag'firat tilanglar, ondan uningga tavba qilinglar. Alloh sizlarni muayyan muddatgacha, ya'ni umringlar oxirlashib, ajringlar yetguncha hayoti dunyodan obdan bahramand qiladi. Yaxshi ish qiluvchiga qilgan yaxshiligining savobini beradi. Agar iymondan yuz o'rsanglar, azobga duchor bo'lasizlar. Sizlarning qiyomat kunining cho'ng azobiga qilishinglardan ansirayman" deydi. Sura Hud 3-oyat. 9. Istig'for aytish farzandning ko'p bo'lishiga yo'l ochadi. Nuh alayhisolamning so'zi Qur'onda mundaq kelgan: "Parvardigoringlardan mag'firat tilanglar. U haqiqatan mag'firat qiluvchidir. U sizlarga mo'l yomg'ir yog'dirib beradi. Sizlarning mollaringlarni va o'g'illaringlarni ko'paytib beradi. Sizlarga bog'larni, o'stanglarni ato qiladi." Nuh surasi 10-oyatdan 12-oyatgacha. Demak, istig'for aytish yomg'ir yeshin, rizq ro'zg'or, meva-cheva, bola-chaqa va mol-chorvalarning ko'p va alvaq bo'lishiga sababdir. 10. Istig'for aytish bilan kuch-quvvatga erishildi. Qur'onda kelishicha, Hud alayhissalom o'z qavmiga mundaq degan: "Ey qavmim, Parvardigoringlardan mag'firat tilanglar, ondan uningga tavba qilinglar. Sizlarga u ko'p yig'in yog'dirib beradi. Sizlarga texmi kuch-quvvat beradi. Sizlar gunohga cho'mgan holda mening da'vatimdan yuz o'rmanglar." Hud surasi 52-oyat. Demak, istig'for aytish tanning kuch-quvvati, badanning sog'lomligi, kasallardan, ofatlardan omon qilish va kasal og'riqlardan shifo topishning bir yo'lidir. 11. Istig'for aytish bilan g'am, qayg'u va xafaliklar ko'tarilib ketadi. Ibn Abbos radhiyallohu anhuma rivoyat qiladi-ki, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam: "Kimki doim istig'for etsa, Alloh taolo uning har qiyinchiligiga bir chiqish yo'li,
har g'am qayg'usiga bir amal chora avatidi va uningga o'ylamagan yerdan rizq beradi degan. Demak, qanchirg'an kishilarning ko'p istig'for etish natijasida Alloh taolo ularning g'am qayg'u va xafaliqlarini ko'taryapti. Tashvish andishlarini xushalliqqa, qiyinchiliklarni kengrichilikka, mushkulotlarni osonlikqa va fiqirliqini boyliqqa aylantirib berdi. Shundaqla ularga ko'p xushallanarlik ishlar yuzlandi. 12. Istig'for etish bilan dunyoda azob yo'q bo'ladi. Bu haqda Alloh taolo mundoq degan: Sen ularning ichida turgan chag'ingda seni hurmatlash yuzsidan Alloh ularga azob qilmaydi. Ular istig'for etib turgan chaqda Alloh ularga azob qilmaydi. Anfal surasi 33-oyat. Fuzala ibn Ubayd radhiyallohu anhu rivoyat qiladi-ki, Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam mundoq degan: Banda Alloh taolodan mag'firat tilab tursa, Alloh taoloning azobidan xotirjam bo'ladi. 13. Istig'for etish dushmanlar ustidan g'alaba qilishning sababidir. Alloh taolo mundoq degan: Nurg'un payg'ambarlar bilan ko'plagan xudogo'y ulamolar birlikda jang qildi. Ular Alloh yo'lida yetgan kulfatlardan ruhsizlanmadi, bo'shashmadi, bosh egmadi. Alloh o'zining yo'lda duch kelgan qiyinchiliklarga chidashlik berguvchilarni do'st tutdi. Ularning so'zi faqat Parvardigorimiz gunohlarimizni, ishimizda chekdan oshganligimizni mag'firat qilgin. Qadamlarimizni jang maydonida mustahkam qilgin va kofir qavmga qarshi bizga yordam bergin degandan boshqa bo'lmadi. Alloh ularga dunyoning savobini, ya'ni dushmanlar ustidan g'alaba qilishni va oxiratning yaxshi savobini, ya'ni jannat va uning ne'matlarini ato qildi. Alloh yaxshilik qiluvchilarni do'st tutadi. Al-Imron surasi 146-oyatdan 148-oyatgacha. Huzayfa radhiyallohu anhu rivoyat qilib mundoq degan: Men ahlimga qarata og'iz yomon bir odam edim. Men, ey Rasululloh, men tilimning meni do'zaxga kirgizishidan qo'rqib qoldim desam, Rasululloh, sen istig'for etishni bilmadingmi? Azbiroyi, men Alloh taologa kunda 100 qatim istig'for etaman dedi. Alloh taolo hammamizni davomli istig'for etib turadigan, Alloh taolodan gunohlarimizning mag'firat bo'lishini tilab turadigan solih, taqvodor mu'min musulmonlardan qilsin. Amin. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi robbil alamin.